Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana bu daraxtimiz tajriba qilib turamiz mana shu daraxtda. Qarigan nok daraxtimiz. Oldin ham payvand qilganmiz bitta ikkita. Hozir payvand qilib, mana tugatgandan keyin yangi mana usullarni hozir tanishtiraman. Mana payvand qilish 3 xil usulida payvand qilib ko'rdik. Natija bersa, ya'ni ko'kargan holatida yana bir video qilamiz. Mana bu novdan, yangi surxdan, bir qarich novdadan olamiz. 3 xil usulda iskana payvand qildik. Hop. Birinchisi shu tanaga T holatda, mana tanaga P holatda kesib turib, hop, mana terisini baqa olib, hop, keyin novdani atverka shaklida kesib olamiz. Bir tomoni ozroq bo'lishi kerak. Uchini tekislab olamiz. Uchini tekislab, bir tomoni ozroq, ikkinchi tomoni ko'proq bo'ladi. Mana shu holatda mana novdani tayyorlab olamiz. So'ng o'sha P holatdagi ochilgan tanaga oz holatda tashqarida, mana ko'proq ochilgan joyda ichkarida bo'ladi. Mana shunda tiqib qo'yiladi. Shu holatda tiqib, birinchi usuli shu, ikkinchisi hop T holatda kesdik. T holatda kesib, orasini ochib turib, uni hozir unga alohida boshqacha mana bu tomonni kichikroq qiladi, bir tomoni kichikroq. Mana shu holatda qilib turib, o'sha T holatdagiga shuni sanchib qo'yiladi. Xo'p, endi 3-holatdagisini hozir ko'rsataman. 3-holatdagisi mana atverka shaklida kesib turib, ikkala tomon bir xil bo'lsa ham bo'laveradi. Atverka shaklida kesib turib, mana ochib olganmiz. Bir tomondan ochib turib, yonchasiga sanchib qo'yamiz. Mana shu holatda yonchasiga sanchib qo'yamiz. Loylab turib, buni yaxshilab loylab turib, keyin mana shu holatda o'rab qo'yamiz. Ko'kargandan keyin pichoqda mana plyonkalarimizni kesib, novdani baqa chiqarib qo'yishimiz mumkin. Endi buni natija bergan joyda o'tgan yili mana buni ulaganmiz. Tanamiz kosonnok. Hop, mana payvand qilganimiz yozgi klapi nok. Mana natija ko'rishingiz mumkin. Xuddi o'sha holatda ulangan P shaklda qilib turib, ochib, atverka usulida o'zimizni ashyoga joylaganmiz. Mana natijasi. Shoxlari mana ikkinchi yili mana shu. Ikkinchi yili. Tana baquvvat bo'lgani uchun shoxni ham boqavergan. Xo'p, endi kurtak payvand ham qilganmiz mana bitta shoxga. Kurtak payvand. Bu ham yozgi nok. Kurtak payvand qilganmiz. Mana bu asl koson nok, tana. Mana gullab turibdi hozir. Gul chiqarib turgan. Xudo xolisa mana bu payvand qilganlarimizni natijasi ko'rsatsa, ko'klagan holatda yana bir video qilib ko'rsataman. Kech bo'lsa ham bir payvand qilib, bir sinovdan o'tkazib ko'rdik. Natija bersa, xudo xolisa ko'rsatamiz. Mana loylarni ustlab buni bekitib qo'yamiz. Qiziqarli bo'lgan bo'lsa, ulasa bo'ladimi, mana daraxt gullaganda deganlar uchun mana video qilib qo'ydik. Natijasi chiqsa, xudo xolisa yana video qilib chiqaramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.